Absorbor ketib qolgan. Mana bundoq fulasanglar yechib mana ketayotibdi. Absorbor nima o'zi bu? Bu bakdan kelayotgan davleniya, bakda yozlarda ko'p benzin quyganinglar ko'tarilib ketadi-yu, o'shanda o'tgan davleniyani chiqarib motorga qo'shib turadigan narsa. Hozir bu ketib qolgan, bakdagi havoni tortayotibdi. Benzin kam bo'lsa, havoni tortadi. Agar ko'p bo'lsa, yana polni bak qo'ysanglar, yana mashina ayniydi. Bunda mana shu absorbor ketib qolgan bo'ladi. Bu absorbor nima qilyapti? Qaranglar. Havo mametdan kiryapti motorning ichiga, bu mametdan turib yarim yo'lda havo tortib turibdi. Keyin u mametdan chiqqanda kislorodniy datchik uni ko'rib qoladi. Hisob-kitobimizdan ko'ra havo ko'p ketyapti-yu deydi. Keyin nima qiladi? U benzinni bagatelashtirishni boshlaydi. Havoga nisbatan to'g'irlashga harakat qiladi. Qarabsizlarki, mashina rasxod ko'p, tortish past, mashinada mana shu bitta detal butun sistemani buzib yuboradi. Ko'rdinglarmi qanaqa narsa bu? Buni oti absorbor. Bakdagi parra chiqarib turadi. Bak issiqda benzin ko'payib ketgandan ishib ketmasin degan narsa. Bir tiyinga qimmat narsa, kerak emas.